Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana 2022-yilda bizda davolanib ketgan Sarbinoz qizimiz hozir 13 yoshda Qoraqalpog'iston Respublikasida tashrif buyurgan bizga. O'sha paytda qizimizni boshida yallig'lanish bo'lib, ya'ni ensefalit o'tkazganligi uchun miyachasi shikastlanib, muvozanatini yo'qotib, o'rnidan turib yurishi qiyin bo'lib, tez yiqilish bilan bizga murojaat qilgan edi o'sha paytda. Biz klinikamiz sharoitida bir necha kurs lecheniyalarni tavsiya qilganmiz. Ular qabul qilishgan bir necha kurs lecheniyalarni. Shundan so'ng bemorimizda ancha ijobiy o'zgarishlar bo'lgan va uyiga javob berganmiz. Hozirda oyisi profilaktik ko'rik uchun qizini olib qabulimga kelibdi. Juda xursandman qizimizni ko'rib, chunki hozir qizimizda hech qanaqa kasallik belgilari yo'q. Biz 2022-yil Qoraqalpog'iston Respublikasi Qo'ng'irot tumanidan Neurokardiomedik klinikasına qizimni olib keldim. Ağır ahvolda olib keldim. Yurganda yig'ilib, hareketlerinde cheklovlar bor edi. Qo'lna uslagan zatlar tushib ketadigan edi. Bu bas miyaning qattiq shamollaganidan arxamiya ataksiyasi deb diagnoz qo'ydi bizlarga. Biz Neurokardiomedik klinikasında davolandik. 4-5 marta keldik, klinikada davo oldik. Hozir qizim yaxshi, 4 yil bo'ldi. Umidjon Husanovning konsultatsiyasini olib keldik. Qayta ko'ribga avvalgi nimalar qolmabdi, bari yaxshi dedi. Xudoga shukr, doktorlarga rahmat. Yaxshi lecheniya oldik. Yaxshi bo'lib ketdi qizim. Kelgan paytlari oyisi juda ham tushkunlikda edi. Yuzida уже bitta qaraganingizda bilinardi, qo'rqib qolgan edi. Endi qizim shunaqa bo'lib qoldimi, kelajagi qanaqa bo'ladi deb har doim stressda yurgan edilar. Hozir mana u narsalardan asar ham qolmadi. Chunki buning uchun sizga rahmat. Chunki onani o'zi, uydagilari kurashmasa, o'ziga holiga tashlab qo'yilsa, bolada butun umr nogironlikka olib kelishi mumkin bo'lgan holatlar edi. Hozir mana qizimiz sog'lom bolalar bilan bir xil, endi tarixga aylandi. Sarbinoz kelgan qizim. Davay boyaginday qilib ber. Qo'ling bilan. Burning uchini ko'rsat. Menga qarab yurib kel. Orqaga yana. Yaxshi. Mal o'tiraver bemalol. Все. Hurmatli kuzatuvchilar, kanalimizni kuzatib borishda davom eting. Sizga ajoyib natijalarni ko'rsatishda, foydali ma'lumotlarga ulashishda doimo sizlarga taqdim etib turamiz. Sog' bo'linglar azizlar. Nima deysiz? Davay boyaginday qilib ber. Qo'ling bilan. Burning uchini ko'rsat. Menga qarab yurib kel. Orqaga yana. Yaxshi. Mal o'tiraver bemalol.